Basaver. Ne oldu iyi? Gerekmiş gel. O yuka tuka akır Oldu şöyle. O yap yuka tuka. Ağzıma kadar s***acaksın. Assalamu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Sizlar uchun bugun qiziqarli bo'lgan ko'pchilikning taklifine binoan Abatam yumoristdan intervyu olishga qaror qildik. Ko'rib borasizlar vaqt davomida. Assalomu alaykum Abata. Mahmud aka yaxshimisan aka? Sog'liqlaring yaxshimi? Yaxshi, zo'r. Amasa yurtmisiz? Shukr aka. Yurt yada tushdimi? Tushdi aka. Amasa geldingizmi? Geldik aka. Ha, zo'rdan oldingiz, lekin o anda hengamalarınız, eskileriniz zor bo'ldi. Ko'pchilikning ko'nglidan joy oldi degan umiddamiz. Endi o'zim ham yazdilar u nada bo'yicha va zo'r barashingiz yo'nalishingiz hech kim ma'lum deb bir chiqqani yo'q yumoristdan sizlarda. Zo'r. Nu nima deydi? O'rtada bir ko'rinma kamu kak deydi. Kimanich. To'g'ri. Har kim o'zining yarasha muxlisi bor. Endi 100% hammani yaxshi ko'radi o'n. Öyle mi? Yo'q, Misal uchun hammani ham yaxshi ko'rib bo'lmaydi-ku. Mana G'abekni yaxshi ko'radi bor, Yulduzni yaxshi ko'radi bor. Shunga loyiq o'zimizga yarasha muxlisimiz bor. Bizlere ko'pchilikning nomidan savol javoblar tushdi. Savoldim ko'p tushib turibdi. Abatam neyden, ne iş etedin, nechanchi yil. Her xil savollar tushib turibdi. Shuni ichimdan size doğru kelsa seylab oldim bir 5-6 savol. Muxlislarga javob bersak, hozir boshlanishi keyingi ko'rsatuvlarda yana qolganlarına javob beraverasiz. Endi birden hammasine javob berib bo'lmaydi-ku. Hozir necha yoshga girdingiz? Sir olmasa 40 dan açtık. 40 dan oshgan 40 yilga umrini 10 minutda tushuntirib bo'lmaydi. Tushuntirib bo'lmaydi onun uchun. Esas savolga kelsak, choy solaymi? Bir kasa. Ben bakın öyle bir başlayalım ondan keyin. Rahmat aka. Ben ortada muxlislar bilan sizning o'rtangizda vositachi. Tushunaman. Xafa bo'lmaysiz. Yo'q. Birinchi savolimiz muxlislari tug'ilgan yurtingiz. Ben ota yurtum Xorazm viloyati Xanqa tumani Qaramaz qishlog'ida dunyoga keldim. 1984 yilda 13 martda tug'ilgan kunim. 13 Mart'dan. Allah. Xonadonda da dunyoga geldiniz? Kimlarning sulolasida dunyoga geldiniz? Şöyle tushuntiring. Xonadonum Allah mutlu sulolasi. Meni şu atam yerdan şu dambanachaniki bo'lib ishlagan suv xo'jaligida. O'z gapingizni bo'ldim, dardingizni bo'linsin. Shu savolim tushgan ikkinchi. Aytaver ekan. Shuni ham o'qib o'tiraman. Ayt. Şu ata-onangizni kasbini so'rab ko'tdilar. Ota-onamni kasbiga keladigan bo'lsak, hava akam Toshkentda o'qigan abunchilik fabrikasida yana bu patenka krossovka abunoy shunda. Apamga keladigan bo'lsak, apam shu, nima deydi shu, kolxozda kolxozchi bo'lgan, to'g'risi. Shunda deb oila bak, shunda sizlarni katta qildi. Endi hava katta qilib shu